Bugun men pensionerlar uchun eng og'riqli mavzuni tushuntiraman. Yangi cheklovlar kuchga kirayotgani haqida gap ketganda, ko'pchilik pensiyam kamayadimi, to'lovim to'xtaydimi, kartam bloklanadimi, ishga kirsam pulimdan ayrilamanmi deb xavotirga tushadi. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u nafaqat pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarga, balki ularning farzandlariga, vasiylariga, bank kartasidan foydalanib yordam berayotgan yaqinlariga ham tegishli. Hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qaysi holatlarda cheklov qo'llanishi, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlarga esa bu umuman ta'sir qilmasligini oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunda yangiliklarni vaqtida bilgan odam pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Cheklov degani avtomatik ravishda pensiya bekor qilinadi degani emas. Ko'p odamlar shuni noto'g'ri tushunadi. Cheklov deganda davlat organlari pensiya to'lovini nazorat qilishni kuchaytirishi, ayrim holatlarda to'lovni vaqtincha to'xtatib turishi, ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qilishi yoki hujjatlarni qayta tekshirishi tushuniladi. Ya'ni asosiy masala shuki, pensioner haqiqatan ham pensiya olish huquqiga egami? Uning ma'lumotlari to'g'rimi? U tirikligi va yashash joyi tasdiqlanganmi? U ikki joydan bir xil turdagi to'lov olayotgani yo'qmi? Nafaqa yoki pensiya noto'g'ri hisoblanmaganmi? Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Mahalla, bank, pensiya bo'limi, ish joyi, tibbiy xulosa, pasport ma'lumotlari bir-biridan alohida bo'lgan. Masalan, odam yashash joyini o'zgartirgan, lekin pensiya bo'limiga vaqtida xabar bermagan yoki pensioner uzoq muddat chet elga ketgan. Berilmagan, lekin to'lov davom etgan yoki nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan odamning tibbiy qayta ko'rigi muddati o'tib ketgan, lekin ma'lumot tizimga kech tushgan. Natijada ayrimlarga ortiqcha pul to'langan, ayrimlarga esa aksincha o'z vaqtida to'lanmagan. Endi esa elektron bazalar ko'proq bir-biriga ulanmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq, bandlik, FHDYO, banklar, migratsiya, tibbiyot muassasalari va boshqa idoralar ma'lumot almashishni kuchaytirmoqda. Buning ijobiy tomoni bor. Hujjat ko'tarib yugurish kamayadi. Ko'p narsani tizim o'zi ko'radi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Ma'lumotda xato bo'lsa, masalan, pasport seriyasi eski qolgan bo'lsa, familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa yoki ish haqi haqida ma'lumot noto'g'ri tushgan bo'lsa, pensionerning to'lovi vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Shu sababli bugungi mavzuda eng muhim gap, huquqingiz bo'lsa ham, hujjatingiz tartibda bo'lmasa muammo chiqadi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olish kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak. Birinchi cheklov turi. Shaxsni tasdiqlash va ma'lumotlarni yangilash talabi. Agar pensionerning pasporti yoki ID kartasi muddati o'tgan bo'lsa, familiyasi o'zgargan bo'lsa, yashash manzili boshqa bo'lsa, bank kartasi boshqa odam nomidan ishlatilayotgan bo'lsa, to'lovda savollar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 7-2 yoshli pensioner onaxon pensiyasini o'g'lining kartasiga o'tkazib berishni so'ragan, lekin rasmiy ishonchnoma yo'q. Bank yoki pensiya bo'limi bu holatda pul haqiqatan pensionerning o'ziga yetib boryaptimi deb tekshirishi mumkin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta muammoga aylanadi. Chunki ayrim oilalarda pensionerning kartasi farzandida bo'ladi. PIN kodini ham farzandi biladi. Pensionerning o'zi esa qancha pul tushayotganini ham aniq bilmaydi. Yangi nazorat aynan shunday holatlarda kuchayadi. Ikkinchi cheklov turi. Pensiyani boshqa shaxs orqali olish tartibi. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, chekka qishloqda yashasa yoki bankka bora olmasa, albatta yaqiniga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin bu ishonchnoma rasmiy bo'lishi kerak. Og'zaki bu mening o'g'lim olib beradi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, otaxon oyiga 20.30.000 so'm pensiya oladi. U 2 oy kasalxonada yotdi. Kartasi kelinda turdi. Kelin pulni doriga ishlatganini aytadi, lekin keyin oilada nizo chiqadi. Otaxon men pulni olmadim desa kim isbotlaydi? Shuning uchun tizim to'lovni himoya qilish uchun ishonchnoma, tasdiq va shaxsiy rozilikni talab qiladi. Bu pensionerga qarshi emas, aksincha pensionerning pulini himoya qilish uchun. Uchinchi cheklov turi, chet elga uzoq muddat chiqib ketgan pensionerlar bo'yicha nazorat. Bu yerda ham hamma uchun bir xil xavf yo'q. Agar pensioner qisqa muddatga davolanishga, mehmonga yoki ziyoratga borsa, bu alohida masala. Lekin odam doimiy yashash uchun boshqa davlatga chiqib ketgan bo'lsa, pensiya to'lovining tartibi o'zgarishi mumkin.
Ba'zi hollarda shaxs tirikligini, yashash joyini, fuqarolik maqomini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Masalan, pensioner 8 oy Rossiyada farzandlari yonida yashadi. O'zbekistondagi kartasiga pensiya tushishda davom etdi. Tizim migratsiya ma'lumotidan uning uzoq muddat mamlakatda emasligini ko'rsa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu pulni darhol olib qo'yadi degani emas. Lekin pensioner yoki uning vakili hujjat bilan izoh berishi kerak bo'ladi. 4-cheklov turi ishlayotgan pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar. Ko'p odam so'raydi. Men pensionerman, lekin ishga kirsam pensiyam to'xtaydimi? Oddiy yoshga doir pensiya oladigan odamlar uchun ko'p holatda ishlash pensiyani butunlay bekor qilmaydi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, ijtimoiy yordamlar yoki maxsus nafaqalar ishlash daromadi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner oyiga 1.300.000 so'm pensiya oladi. Yana korxonada qorovul bo'lib 2 million so'm ish haqi oladi. Agar oddiy yoshga doir pensiya olsa, bu boshqa. Lekin u ayni paytda kam ta'minlanganlik asosida yordam olayotgan bo'lsa, oilaning umumiy daromadi qayta hisoblanadi. Natijada pensiya emas, balki ijtimoiy yordam to'xtashi mumkin. Odamlar esa buni pensiyamni kesib tashlashdi deb tushunadi. Aslida to'lov turi farq qiladi. 5-cheklov turi nogironlik pensiyasi va tibbiy qayta ko'rik muddati. Bu juda muhim. Nogironlik guruhi belgilangan odamlar orasida muddatsiz belgilanganlar ham bor. Ma'lum muddatga belgilanganlar ham bor. Agar guruh 1 yilga berilgan bo'lsa va qayta ko'rik vaqti kelgan bo'lsa, o'z vaqtida tibbiy komissiyadan o'tish kerak. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Masalan, 58 yoshli fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasini oyiga 1.170.000 so'm oladi. Uning qayta ko'rik muddati 1 iyulda tugaydi. U o'zimni yomon his qildim. Keyin boraman deb avgustgacha cho'zdi. Tizimda muddati tugagani ko'rinsa, avgust to'lovi ushlanishi mumkin. Keyin u komissiyadan o'tib, huquqi tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi, lekin o'rtadagi vaqt asab va yugur-yugurga sabab bo'ladi. 6-cheklov turi ortiqcha to'langan pullarni qaytarish. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, masalan, ish staji xato kiritilgan, ish haqi ma'lumotida xatolik bo'lgan yoki pensioner biror o'zgarishni vaqtida bildirmagan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu eng og'riqli masala. Tasavvur qiling, pensioner 10 oy davomida har oy 200.000 so'mdan ortiqcha olgan. Umumiy summa 2 million so'm bo'ladi. Keyin tekshiruvda aniqlansa, bu pul bir yo'la qaytarilishi so'ralishi yoki pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolish orqali undirilishi mumkin. Pensioner men bilmaganman deyishi mumkin, lekin hujjatdagi xatolik qayerdan kelganini aniqlashga to'g'ri keladi. Shu sababli men har doim aytaman. Pensiya tayinlanganda hisob-kitob varaqasini so'rang. Stajingiz, ish haqingiz, ustamalaringiz qanday hisoblanganini tekshiring. 7-cheklov turi qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar kredit olgan bo'ladi. Aliment, kommunal qarz, sud qarori, ijro hujjati bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolinishi mumkin, lekin bu ham qonuniy chegaralar doirasida bo'lishi kerak. Masalan, pensioner 1.800.000 so'm pensiya oladi. Bankdan kredit qarzi bor. Bank butun pensiyani olib qo'yishi mumkinmi? Odatda bunday bo'lmasligi kerak. Chunki inson yashashi uchun minimal mablag' qolishi zarur. Lekin amalda kartaga pensiya tushishi bilan avtomatik yechib olinadigan holatlar uchraydi. Shuning uchun agar pensiya kartangizdan pul to'lib yechilib ketayotgan bo'lsa, darhol bankka yozma murojaat qiling. Ijro hujjati bormi? Ushlab qolish asosi nima? Foiz qancha ekani talab qiling. 8-cheklov turi. Bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olish. Ba'zi fuqarolar yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, subsidiya kabi tushunchalarni aralashtirib yuboradi. Har bir to'lovning alohida sharti bor. Hamma to'lovni bir vaqtda olish mumkin bo'lmasligi mumkin. Masalan, ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan, keyin o'zi yoshga doir pensiyaga chiqdi. Qaysi to'lov foydaliroq bo'lsa, shuni tanlash masalasiz chiqishi mumkin. Agar tizim 2 to'lov bir vaqtda noto'g'ri berilayotganini aniqlasa, biri to'xtatiladi yoki qayta hisoblanadi. Bu ham cheklov sifatida ko'rinadi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, hujjatlari eski bo'lganlar. Pasport muddati o'tgan, yashash manzili yangilanmagan, familiya yoki ismda farq bor. Ikkinchidan, pensiyasini o'zi emas, boshqalar olib beradiganlar.
Uchinchidan, uzoq muddat chet elda yashayotganlar. To'rtinchidan, nogironlik guruhi muddatli bo'lganlar. Beshinchidan, ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha ustama olayotgan, lekin oilaviy daromadda o'zgarish bo'lganlar. Oltinchidan, kredit yoki sud qarzi borlar. Yettinchidan, yaqinda ishga kirgan pensionerlar, ayniqsa rasmiy shartnoma bilan ish haqi olayotganlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, tibbiy qayta ko'rik muddati sizga tegishli bo'lmasa, hech qanday noto'g'ri to'lov yoki 2 martalik nafaqa olmasangiz, yangi nazorat siz uchun qo'rqinchli emas. Aksincha, bu tizim adolatni oshirishi mumkin. Chunki kim haqiqatan haqli bo'lsa, o'sha oladi. Kim noto'g'ri olayotgan bo'lsa, aniqlanadi. Birinchi nozik jihat. To'lov to'xtasa. Bu doimiy bekor bo'ldi degani emas. Ko'pincha to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Chunki tizim qo'shimcha ma'lumot kutadi. Masalan, pensionerning tirikligi, manzili, tibbiy xulosasi yoki bank ma'lumoti tasdiqlanishi kerak. Agar hujjat olib borilsa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin odamlar vahmaga tushib, meni pensiyadan chiqarib yuborishdi deb o'ylaydi. Bunday paytda birinchi qadam sababini yozma ravishda bilish. Ikkinchi nozik jihat. Telefon orqali aytilgan gap yetarli emas. Siz pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qildingiz, xodim hujjat olib keling dedi. Lekin qaysi hujjat, qaysi asosda, qaysi muddatda? Buni aniq bilish kerak. Men doim tavsiya qilaman, murojaatni yozma qiling yoki rasmiy elektron portal orqali yuboring. Shunda javob ham rasmiy bo'ladi. Og'zaki gap ertaga o'zgarib ketishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasi pensioner nomida bo'lishi muhim. Ba'zi oilalarda otam telefondan foydalana olmaydi, karta menda tursin deyishadi. Yordam berish mumkin, lekin nazorat ham bo'lishi kerak. Eng to'g'ri yo'l. Karta pensioner nomida bo'ladi. SMS xabarnoma pensioner yoki ishonchli vakil telefoniga ulanadi. Pul yechilganda pensioner xabardor bo'ladi. Agar pensioner butunlay yura olmasa, rasmiy ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Shunda keyin hech kim bir-birini ayblamaydi. To'rtinchi nozik jihat, pensiya va nafaqa bir narsa emas. Odamlar ko'pincha pensiyamni kesishdi deydi, lekin aslida kam ta'minlanganlik nafaqasi to'xtagan bo'ladi yoki kompensatsiya puli tugagan bo'ladi. Masalan, ayol 900 ming so'm ijtimoiy nafaqa va qo'shimcha 500 ming so'm yordam olgan. Keyin farzandi rasmiy ishga kirib, oilaning daromadi oshgan. Natijada yordam to'xtagan. Bu uning yoshga doir pensiyasiga tegmasligi mumkin. Shuning uchun har bir to'lovnomani aniq bilish kerak. 5-nozik jihat. Ish stajidagi xatolik yillar o'tib chiqishi mumkin. Sovet davri mehnat daftarchasi, korxona arxivi, nomi o'zgargan zavod yoki kolxoz ma'lumotlari ba'zida to'liq bo'lmaydi. Pensiya tayinlanganda staj noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, keyinchalik qayta tekshiruvda farq chiqishi mumkin. Masalan, 32 yil staj deb kiritilgan, lekin arxivda 59 yil tasdiqlangan. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlarini saqlab qo'yish juda muhim. 6-nozik jihat. Ortiqcha to'lov pensioner aybi bilanmi yoki idora xatosi bilanmi? Farqi bor. Agar pensioner ataylab noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, masalan, daromadini yashirgan, vafot etgan shaxs nomidan pul olingan, soxta hujjat ishlatilgan bo'lsa, oqibat og'irroq bo'ladi. Agar xato idora bazasida bo'lgan bo'lsa, masala boshqacha ko'rib chiqilishi kerak. Lekin har qanday holatda hujjat va dalil kerak. Men aybdor emasman degan gapning o'zi yetmaydi. Sizda ariza, javob, ma'lumotnoma, bank ko'chirmasi bo'lishi kerak. 7-nozik jihat. Vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish juda xavfli. Ba'zi oilalarda odam vafot etgandan keyin ham kartaga pul tushadi va qarindoshlar baribir o'zimizniki deb yechib olishadi. Bu noto'g'ri. Vafot fakti qayd etilgandan keyin ortga tushgan pul qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Bunday holatga meros qarzdorlik hatto huquqiy javobgarlik masalasiga olib keladi. Shuning uchun yaqin inson vafot etsa, FSHDG orqali qayd qilingandan keyin pensiya to'lovlari bo'yicha ham aniqlik kiriting. 8-nozik jihat. Imtiyozlar ham shartlarga bog'liq. Masalan, kommunal to'lov kompensatsiyasi, dori-darmon bo'yicha imtiyoz, sanatoriy yo'llanmasi yoki transport imtiyozi alohida tartibda berilishi mumkin. Pensiya olishingiz sizga hamma imtiyozni avtomatik beradi degani emas. Ayrim imtiyozlar yosh, nogironlik guruhi, urush faxriysi maqomi, yolg'iz yashash holati, daromad darajasi yoki mahalla xulosasiga bog'liq bo'ladi.
Shuning uchun qo'shnim oldi. Men nega olmadim deganda, qo'shningizning huquqiy maqomi boshqa bo'lishi mumkin. Birinchi qadam hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilish muddatini ko'ring. Familiya, ism. Otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Tekshiring. Mehnat daftarchasi, pensiya tayinlash hujjatlari, tibbiy xulosa, bank karta shartnomasi, ishonchnoma bo'lsa, barchasini bitta papkaga yig'ing. Farzandlaringizdan ham so'rang. Hujjatlar telefon rasmini emas, asl nusxa yoki notarial tasdiqlangan nusxa ko'rinishida saqlansin. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Har oy qancha tushyapti? Nimaga asosan tushyapti? Qo'shimcha ustama bormi? Ushlab qolish bormi? Bank komissiyasi bormi? Bilib oling. Bankdan oxirgi 6 yoki 13 oy uchun karta ko'chirmasini olish mumkin. Agar har oy pensiyadan 300 ming so'm kam tushayotgan bo'lsa, bu kreditmi? Ijro qarorimi? Qayta hisobmi yoki boshqa ushlab qolishmi aniqlang. Shunaqa bo'lsa kerak deb yuravermang. Uchinchi qadam, agar pensiyani boshqa odam olib bersa, ishonchnomani rasmiylashtiring. Notariusga boring yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa tartibdan foydalaning. Ishonchnomada kim, qaysi muddatga, qaysi huquq bilan pul olishi aniq yozilsin. Masalan, faqat pensiyani olish, bankdan ko'chirma olish, ariza topshirish, hujjat imzolash kabi vakolatlar alohida ko'rsatiladi. Bu pensionerning ham, vakilning ham himoyasi. 4-qadam, nogironlik guruhi bo'lsa, muddatini nazorat qiling. Tibbiy komissiya xulosasidagi sana qachon tugaydi? Keyingi ko'rik qachon? Qaysi poliklinika orqali yo'llanma olinadi? Bularni oldindan biling. 1 oy oldin tayyorgarlik ko'ring. Tahlillar, shifokor xulosalari, kasallik tarixi, davolanganingiz haqidagi ma'lumotlarni yig'ing. Muddati o'tib ketgandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan harakat qilish ancha oson. 5-qadam, chet elga uzoq muddat ketayotgan bo'lsangiz, pensiya bo'limidan tartibni oldindan so'rang. Men 6 oyga farzandimnikiga ketmoqchiman. Pensiyam qanday bo'ladi? Qanday hujjat kerak? Tiriklikni tasdiqlash talab qilinadimi deb yozma so'rov bering. Shunda qaytganda nega to'lov to'xtadi deb qiynalmaysiz. Ayniqsa doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsangiz, bu masalani albatta oldindan hal qiling. 6-qadam, ishga kirayotgan pensioner bo'lsangiz, shartnomani va to'lov turini tushuning. Ish haqi rasmiy bo'lsa, soliq tizimida ko'rinadi. Bu yomon emas, aksincha qonuniy ishlash yaxshi. Lekin siz ayni paytda daromadga bog'liq yordam olayotgan bo'lsangiz, bu yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun mahalla yoki ijtimoiy himoya organidan men ishga kirsam qaysi to'lovimga ta'sir qiladi deb so'rang. 7-qadam, to'lov to'xtasa, darhol sababini aniqlang. Pensiya bo'limiga boring yoki rasmiy murojaat yuboring. Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi sababga ko'ra to'xtatilgani yoki kamaytirilgani haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha hujjat talab etilsa, ro'yxatini va topshirish muddatini ko'rsatishingizni so'rayman. Mana shu oddiy ariza sizga aniq javob olish imkonini beradi. 8-qadam. Ortiqcha to'lov talab qilinsa, hisob-kitobni so'rang. Sizdan 3 million so'm qaytarish so'raldi deylik. Darhol qaysi oylar uchun, qaysi asosda qancha ortiqcha, kimning xatosi, qanday hujjat bilan deb so'rang. Hisob-kitob jadvalini talab qiling. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki sud tartibida e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Muhimi, muddatni o'tkazib yubormang. 9-qadam, bank kartangiz xavfsizligini ta'minlang. PIN kodni hech kimga aytmang. Kartani begona qo'lga bermang. SMS xabarnomani ulang. Shubhali yechimlar bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar farzandingiz yordam bersa ham, har oy qancha pul tushgani va qancha yechilganini bilib turing. Pensionerning puli pensionerning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. 10-qadam, barcha murojaatlarning nusxasini saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron yuborsangiz, javob faylini saqlang. Bank ko'chirmasini, tibbiy xulosani, ishonchnomani, pensiya hisob-kitobini yo'qotmang. Bugun kerak bo'lmasa ham ertaga aynan shu hujjat sizni ortiqcha to'lovdan, noto'g'ri ushlab qolishdan yoki asossiz cheklovdan himoya qiladi. Demak, yangi cheklovlar deganda eng avvalo nazorat kuchayishi, ma'lumotlar tekshirilishi, hujjati to'liq bo'lmagan yoki sharti o'zgargan pensionerlar bo'yicha to'lov vaqtincha ushlanishi mumkinligini tushunish kerak. Eng ko'p xavf hujjati eskirganlar, pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar, nogironlik qayta ko'rigini o'tkazib yuborganlar, chet elda uzoq muddat yurganlar, kredit yoki sud qarzi borlar.
daromadga bog'liq yordam olayotganlarga tegishli. Agar hujjatlaringiz tartibda bo'lsa va to'lovingiz qonuniy bo'lsa, vahimaga tushmang. Faqat oldindan tekshirib, har bir narsani rasmiylashtirib qo'ying. Sizdan iltimos, kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiya to'lovi, karta, ishonchnoma yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni ko'proq o'ylantiryapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida bililgan bitta qo'yda ko'pincha bir necha oylik pensiyani saqlab qoladi.